Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa navbatdagi ishlarimizga yetib keldik. Andijon viloyati Marhamat tumaniga olib kelganmiz. Ko'rishingiz uchun mana shu joyimizga Xudo xolisa akfani zavod o'ylab qo'yamiz. Videoni oxiriga qadar ko'rib tursangiz, sizlarga bitta holatda uyda qanday ko'rinishi, narx-navosini oxirida tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum akalar, mana Xudo xolisa ishimizni ham tugatib oldik. Xo'p, janob uzunligi 14 metr. Eshiklari bo'ylari 295. So'ri bor, rang bo'ylari 250 bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, o'rtadan bitta tosh beryapmiz. Chalat eshik beryapmiz, o'rtalariga stoykasiga balkon profildan qo'yib berganmiz. Aynaklari bir qavat yo'l bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, bu hozir go'zal holatda chiqdi. Bosh oxiriga oldi. Ularni har doim alkofonni o'ragan. Tagidagi ham alkofondan qilib berganmiz. Liniyasini ham bir xil liniyaga qilib tomonda so'risi bor, bundan ham tosh berganmiz. Bo'g'irchiga podvol eshik berganmiz. Bu holda urinni qo'ydik, tikkaligini ham, kirib chiqishini ham. Bitta ko'rsatsang bayada. Tikkaligini uringa. Ichkaridan ko'rinishlari tashqarida. Ko'rsatib berdik. Eshikni ruchkalarni zo'rlab qo'yib berganmiz. Xudo xolisa xizmat qiladi. Tashqari bemalol ko'rina oladi. Ko'rishingiz mumkin. Akfa profildan berganmiz. Zalotoy deb. Xudo xolisa zo'r chiqdi. Aynan balkon profildan qo'yib berganmiz. Bu yerda ochmagan sabab keyinchalik bo'linadi degan maqsad ochmadi. Ko'rganlaringizdek, bu yoqqa karat eshik, bu yoqqa karat eshik. Hop, endi bularni narx-navosini aytadigan bo'lsak, bu ishimiz 39 kvadrat chiqqan, 1 kvadrat metri 630 ming so'mdan 24 million 500 ming so'm to'plagan. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasiz, xudo xolisa sizlarning ishinglarni ham chiroyli qilib, olib borib o'rnatib beramiz. Hammalarga rahmat.